Salom. Haltan ovozim bo'g'ilyapti. Sizlar bilan yana men Yusupov Play va bugun juda ham mashhur, hamma taniydigan Admin Abusi bo'lganda butun dunyo kiradigan o'yin OnSpec Keyword Speaker va men birinchi o'rinlikda emas, ikkinchi o'rinlikdaman. Uchinchi o'rinlikka ozgina qolgan, yetmay qolgan baribir. Men o'zi 3 ta Admin Abusida qatnashib, shunday kuchli o'tdi. Admin Abusiga maslahatim, Admin Abusiga qatnashinglar. Admin Abusi juda ham zo'r bo'lyapti hozirda. Yana 8-avgustga ham bo'lar ekan. Shu kiringlar, mazza qilib o'zlaringni kuchaytirib olinglar. Nima men bo'ynadan beri bu yerda bo'lyapman. Nima bu yer shunchalik qiyinmi? Sizlarga bir sirli sekretni joyda ko'rsataman. Oz bo'laveraylik. Stage 11da bo'lsa kerak. Ovozim yaxshi eshitilyapti? Yaxshi eshitilyapti? Qotishi yomon-da, asabga o'ynaydi. Oz qoldi. Oyoq toniga ham keldik. Mana. O'tdik. Mana stage 10 va 11da boshlanadi. O'sirlishi. Bu yerga o'z meni speedim yetmaydi. Qandaydir bug bo'lib o'taladigan bo'lganman-da. Yo'q. Bunday boshda o'lib ketishdi sevim. Mana qaranglar. Shunday Venus 15 million kamku desalaring manada shunday so'z chiqadi. Shunday bo'lsalaring nisa. Mana 16 million secret joy. Mana bu power off dedi bak. Borku batarya. Ne power off dedi. Tushunmagan. Qaranglar. Ana Admin Abusi bugunda menga mana bunday chiqinlar berdi. Qani qayerdaydi? Va auradan onu olganman. Kelbidan bunu olganman. Atamilardan qaranglar 100%, 50%, 25, 38 bilan kuchaytirsam bo'lar-ku, shunday kuchaytirib zo'r qilib tashlaganman. Admin Abusida olganman-da. Shunday. Ashunday secret joy bor. Ashunday secret joydan o'tib 1 millionga tejashlaring mumkin. Admin Abusi juda ham zo'r bo'ldi. 5000x kara tezlik berdi, ya'ni 5000 kara. Masalan 3K beradi-ku. Bir 6 beradi, shu 5000 ga qilsa. Yana 150x anavi ham treadmill ham berdi. Men Robloxga nima kuchaytirganman deyman, mana uni kuchaytirganman. Shuni. Hop qaranglar, bunda 24 Robux-ga mana 8x deganda o'sha o'zi 10 Robux bo'lar ostidan bo'lsam nimaga deyim? Chunki men Pils olganman, u kamaytirib berar ekan-da Robuxlar. Lekin menga Robux bermagan Pils, berish kerak edi. Bu nima? Eng birinchisini eng yomon olgan, uchun meni bermayapti. Shunga tushunmay qoldim. Menimcha xuddi shunday bo'lgan. Eng eskisini olganman. Yaxshirog'ini olsa bo'lmasmidi? Robux beraydi hech bo'lmasa.
Yana oynağa sarılacağız yavurabız. Ana gelik. Yana 15 bile olmayabilirse 16 bile olası. Ye. Ya. Bana 10'lik. Bana bir narsa kerak bo'lyapti-da. Mashinadan hali chiqmabdi. Ya. Admin avisiga qatnash kerak xuddi boya aytganimdek. Zo'r bo'ladi, kuchayish o'rnida. O'zi birinchi admin avisida birinchi o'rlikda o'tkazdim. Ikkinchi o'rlikka men speed taslasam yetmasdi. Admin avisida qatnashib, ikkinchi o'rlikka o'tib oldim. 120 liver yig'ib. Keyin shuni 120 liver yig'ib, shuni o'tganimda qarasam 140 da birinchisidan o'tish uchun. Meniki 120. O'tish uchun judalar ko'p harakat qildim, lekin o'tolmadim. Keyin yana bitta admin avisi bo'ldi. Shundan keyin birinchisidan o'toladigan bo'lib qoldim. Qo'tyapti. Birinchisidan o'toladigan bo'lib qoldim-da. Shundan keyin ana bo'ldi. O'toladigan bo'lgandan keyin mana shu yana bitta 3 marta bo'ladi deb-ku, 3-chisiga mana shunday 364 level qilib tashladim-da. Hali sepa bo'yib yotibdi tezlik. Raybuska esa 380 ozginaga yetmay qoldi-da. 16 level yetmay qoldi. Tashlaganimda 16 level. O'sha kecha 9da bo'ldi-da. Kecha 9da. Ne qo'tada va yutqazaman ho. Ishlab ketdi oxiri. Yanami? Yeto'lyapti menga. Nimaga? Nimadir ko'rgan bo'lib, sariq kiyimi. Orqaga qaytgan ma'qul. Sariq kiy topilmam. Kimdir kiribdi. Javohir do'stim kiribdi. Prachkam. Meni. Yo'qotyapti. Qaranglar, shu qotgan paytda nima hatto tushuntirib o'tiraman. Mana olam 500 millionga. Olam 50 millionga. Mana olishim kerak o'zi. Mana shuni olaman. Lekin xalos. Mana qaranglar. Mana shundan 4 tanasi yo'q-ku. O'zi haqiqiysida mana 100 ta o'rniga noob, mana o'rniga toj edi. Bu kubik bilan mana bunaka. Mana xeyli ikkita cheki mana undan farq qiladi. Ularda aytibmanki, mana shu sini admin abusida oldim. Qaranglar, mana shundan kuchaytirsa bo'ladi-da. 1038 deyapti-ku, o'shani kuchaytirganman. Qaranglar, skindan mana shular olsa-bular. Men nima qilaman? Robux yo'q-da, endi yo'q. Mana o'zi ham ishlab ketdi. Sizlarga aytdi, o'tkazsanglar joyda har doim o'tinglar, tushunarlimi? Video o'tkazib yubormanglar. Zo'r bo'ladi. Kecha zo'r admin abisi bo'ldi.
qani yozdim. Qanday surdim sirli joyini bilaman. Uyga kelishini kutamiz. Yoki kutmaymizmi? Qalampir. Ke. Qani? Ko'rmayapman. Qaysi joyda ekan? Qaraqulaylik ketdi. Unamiz. Ko'pchiliklar aytadi kompyuterda kim zo'rligini mana chetidan chiqib turadi deydi. Telefonda ham ko'rsa bo'ladi. Mana 3 ta chiziqchani bosamiz. Derboart deb bosamiz. Va mana o'shunisi qilib. Yo, 1 trillion vanasi bor ekan. Dadasi. Ko'rayda. Sen 3-o'rlatga o'tsang bo'larkan. Nima qilib yuribsan 2-o'rlatda? Sen ham o'tsang bo'larkan. Qalampir. Sakstray biz yaqa. Ye. Nadiyat. World 3'ga o'ta olaga 400 anoma deymanda speed level. Bir ketdi o'qiganda atomobis ko'proq bo'lganda allar yetgan bo'ladi. Nimaga meni ham o'ta ekan. Do'stim o'zib ketdi. Men o'zim endi o'zib ketganlar chaqib yoqtirmayman. Do'stimligi uchun mayli. Chavoq. Ko'rgani qo'rqing. 400 levelda menga yetmay qo'ygan. Babani Worldga oldingi admin abisida kirganmisizlar? Zo'r bo'ldi-da o'sha. Hammaga xayr, sizlar bilan yana Super Play bo'ldi.